Aziz ayollarimiz, qayerga qarama Faberlik reklamasiga ko'zingiz tushyaptimi? Bu o'zi qanaqa biznes ekan? Nima uchun buncha odamlar taklif beryapti deb qiziqmi sizga bu? Unda sizlar bilan birgalikda javobini topamiz. Sizlarga men Faberlik kompaniyasini katalogini tanishtiraman. Nimaga buncha odamlar reklama qilyapti? Sababi rostdan shunaqa katta pulmi yoki rostdan shuncha daromad topsa bo'ladimi? Mana hozir birgalikda sizlar bilan foydali tomonlarini gaplashamiz. Albatta, bizani Faberlik kompaniyasida bir emas, ikki tomonlama daromad kelish joyi bor. Qanaqa deysizmi? Bu bizani katalogimiz va siz kompaniyamizdan ro'yxatdan o'tgan vaqtingizdan boshlab faqat va faqat foyda kelishni boshlaydi. Kelinglar, birinchi foyda haqida gaplashishni boshlaymiz.